hovli sotuvga chiqyapti do'stlar. Hozir boshidan bir boshlaymiz. Mana shu inson hovlini egalari. Nomerni qo'yaman, spokойно qilib, telefon qilib kelishib olasizlar. Ketdik. Jo'ra, boshidan boshlaylik. YouTube'ga shoshilmasdan gaplashsa bo'ladi. 6,5 sotiqlik hovli. Tayyor xonasi 5 ta edimi? 5 ta edimi? 6 ta edimi? 5 ta, 6 ta xona. 6 ta xona bor. Alohida oshxona, alohida sanuzel. Va o'rtada katta bog', mevali daraxtlar, o't ekkanlar. Mana bu darvozaxona. Hozir ko'chani ham ko'rsatamiz. Eslatib o'taman, o'zlarining nomerlarini qo'yaman. Telefon qilib, kelishib sotib olinglar. O'zimning do'stim majbur sotyaptilar. Nimaga? Biznes uchun. Ya'ni o'zlarining ishlari uchun sotyaptilar. Mana bu katta ko'cha, mana mashina o'tdi. 50 metr kirib kelamiz. 3 ta xonadondan keyin mana shu hovli shularniki. Darvozaxona 21 metr fasad, archalar o'zim ekkanlar, 3 xil navlik o'zim ekkanlar. Akfa bas qilib qo'yganlar marhamat derazalarni. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Mana kanalizatsiyalar hammasi bor. Darvozaxonadan kirib kelamiz. Toshlar qo'ygan. Oyoqdagi tepasi monolit ekan, ikkinchi qavatni ko'tarsa bo'ladi. Mana bu yerda eshikchadan kiramiz. Mana shu yerda 3 ta xonacha bor. 3 ta xona, hammasi spalni, alohida ichida sanuzellar ham bor ekan. Xo'p, Ibrohim akam, o'zimning jo'ram, do'stim, Samarqand shahar Xo'jasoat. Orientir Ikrom shashlik. Mana 4 burchak hovlichamiz. Bu yoqda imoratlar, xonalar, to'g'rida oshxona, sanuzel, keyin yana bitta xonacha bor ekan, uni hozir kladovka qilib ishlatgan ekanlar. Tepasiga ikkinchi qavatni ko'tarsa bo'ladi. Xohlagan insonlar to'rdan alohida imorat qilib, ikkita oila uchun bemalol ishlatsalar bo'ladi. Sportsmenlar uchun ham sharoit bor ekan. Endi ikki og'iz o'zingiz gapiring. Mana men aytdim, nimaga sotyapsiz? Xo'p, tayyor uyni. Endi biznes uchun qurmoqchimiz hozir. O'zi yashab turgan uyimiz. To'g'ri bunaqa narsa ko'p odam qilmaydi. Har xil hozir kommentarlar bo'lishi mumkin. Lekin shunday bo'lib qoldi hozir. Biznesimizni rivojlantirish uchun shuni ish qilyapmiz do'stlar. O'zimiz pulimiz bilan qilamiz, chunki hozir chakkadan pul olib kelib biznes qilish juda ham riskov bo'lib qolgan. Javobgarlik bor. Shuning uchun hozir shuni ish qilmoqchimiz o'zi. Biz olib sotar emas, boshqa emas. O'zimiz mana kelib mahalladan bemalol surishtirsangiz bo'ladi. Shu o'zimiz boshdan bosh kelib o'zimiz qurgan hovli bu. Ota-bobodan qolgan hovli. Shunday, ota-bobodan qolgan hovli biz. Biznes maqsadida qilyapti-da, ish qilib yaxshi maqsadda, yaxshi niyatda qilyapti. Ish qilib olgan odam baraka topadi deb o'ylayman. Chunki o'zlari sotyaptilar. Ya'ni yaxshi niyatda sotyaptilar. Xo'p, 220 mingga oxirgi reklama chiqdi, men ko'rdim Instagramda. Hozir necha pul deyapsiz buni? Hozir narxni ancha tushirdik. Hozirdan moment olsangiz ancha arzon qilib beramiz. 198 ming startga qilib qo'ydik hozir. Nasib bo'lsa, yana ham telefon qilib, shu ko'rganlaringizdan keyin telefon qilsangiz, yana ham kelishtiramiz, savdo qilamiz, xudo xohlasa. Yaxshi insofli bir yaxshi oila kelsa, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. 198 mingdan ham savdosi bor deyapsiz. To'g'rimi? Do'stlar, o'zlarining nomerlarini qo'yaman pastga, opisaniyada. O'rtada realtorlar hech kim bo'lmaydi. Telefon qilasizlar, spokойно kelishib baraka qilinglar. Siz ham baraka toping, akamiz ham baraka topsinlar. Hammaning ishi hal bo'lsin. Hammaga yaxshi hovlilar nasib qilsin.